Assalomu alaykum. Bugun biz Intellektual Progress Star xususiy maktabimizda ona tili fanidan milliy sertifikatni qo'lga kiritgan o'quvchilardan intervyu olamiz. Ha, aziz kuzatuvchilar, bizning Intellektual Progress xususiy maktabimizda ona tili fanidan milliy sertifikatni qo'lga kiritgan o'quvchilar bir nechta emas, bir qancha. Keling, bugun ulardan intervyu olsak. Avvalo sizni yutug'ingiz bilan tabriklaymiz. O'zingizni tanishtirsangiz va bu bo'yicha o'zingizni fikr mulohazalaringizni biz bilan bo'lishsangiz. Assalomu alaykum. Men Intellektual Progress Star maktabining 11-sinf o'quvchisi Alimbayeva Dilraboman. Men ona tili sertifikatidan A+ natijani qo'lga kiritdim. Bu sertifikatni olishda juda ko'p mashaqqatlar va qiyinchiliklarni boshimdan kechirdim. Bu natijaga erishishimda asosan Nafisa Nurg'aliyeva va Rajab va Guljamol o'qituvchilarimga kattakon rahmat aytaman. Ularsiz bu natijaga umuman erisha olmasdim. Endi navbatdagi o'quvchimizdan intervyu olamiz. Bu o'quvchimiz ham ona tili fanidan yuqori natijani qo'lga kiritgan. Assalomu alaykum. Men O'razaliyeva Agerim milliy sertifikat imtihonidan A darajani qo'lga kiritdim. Bu natijaga erishishimda birinchi navbatda Intellektual Progress jamoasi va xususan o'qituvchim Rajab va Guljamolga katta rahmat aytaman. Assalomu alaykum. Men Yo'ldasheva Zahro Intellektual Progress maktabida tayyorlandim va ona tili milliy sertifikatdan B+ darajani qo'lga kiritdim. Va albatta bu B+ darajani qo'lga kiritish oson bo'lmadi, chunki o'ylaymanki bu ona tilidan tayyorlanib yurganlar tushunadi, chunki buning o'ziga yarasha qiyinchiliklari, mashaqqatlari bor va men o'zimning o'qituvchim Guljamol Rajabovaga katta rahmat aytaman. Chunki o'qituvchim balki bizga darsdagi mavzularni, nafaqat mavzularni, balki hayotiy saboqlarni ham juda ham yaxshi tushuntirgan. Men Guljamol Rajabovani eng sevimli o'qituvchilarimdan biri deb hisoblayman va uni har tomonlama mukammal va ideal o'qituvchi deb shubhasiz ayta olaman va Guljamol Rajabovaga kattakon rahmat. Shu bilan birga Intellektual Progress maktabi direktori Timur akaga ham minnatdorchilik bildiraman va nafaqat ona tilidan, balki boshqa fanlardan ham sertifikatlarni, turli darajadagi sertifikatlarni qo'lga kiritib kelyapman. Buning uchun Intellektual Progress jamoasiga minnatdorchilik bildiraman. Assalomu alaykum. Men Xudobergina Dinora ona tili milliy sertifikatdan B+ darajasini qo'lga kiritdim. Bu darajaga erishishimda mening ustozim Rajab va Guljamol opaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ustozimiz bizga har xil yo'l-yo'riqlarni ko'rsatib, bizga motivatsiyalar berib, har turli stressli vaziyatlardan bizlarni olib chiqib, o'z ko'maklarini bergan. Buning uchun men o'z ustozlarim hamda Progress jamoasiga alohida minnatdorchiligimni bildiraman.